Firavunning qizini sochini tarayotgan ayol sochini tarayatib turib taroq tushib ketdi. Shunda "Ya Alloh" devordi. Firavunning qizi qarab turib, "Meni otamdan boshqa ilohing bormi?" dedi. "Alloh meni Robbim, seni va otangni ham Robbisi" dedi. Qiz borib Firavunga aytdi. Bu ayolni Firavun olib keldi, 5 ta bolasi bor edi, oldiga tizib qo'ydi. Katta doshqozonda olib kelib, yog'ni quydi ichiga, yog'ni qaynatib turib, birinchi farzandini ushlab, "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Ayol shunday sabot bilan, "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi. Birinchi bolasini yoqqa tashladi. Ikkinchi bolasini olib keldi. "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi ayol. Ikkinchisini tashladi, uchinchisini tashladi, to'rtinchisini ham tashladi. Endi 5-chi emizikli chaqaloqni olib kelishdi. Shunda ayol ikkilanib qoldi. Alloh taoloning shu yerda in'omi bo'ldi. Chaqaloq gapirdi. "Ona, siz haq ustidadirsiz" dedi. "Ikkilanmang" dedi. Bolani ham tashladi, onani ham tashladi. Zohiridan qaraganda Firavun yengdi, chunki bularni o'ldirib yubordi-da. Bu zohirida, o'zi aslida kim yengdi? Bu mabda'iy deyiladi.